Eslash bu xotiramiz alohida funksiyasi. Xotiraning 3 ta asosiy funksiyasi bor: saqlab qolish ma'lumotni, saqlab turish ma'lumotni va eslay olish ma'lumotni. 3 ta funksiya, ya'ni men bir narsani eslab qola olishim, bu saqlab qolish. Men o'sha narsani bir haftadan keyin aytib bera olishim, bu saqlab turish uzoq muddatda. Men o'sha narsani eslay olishim, любой paytda aytib berishim, bu eslash qobiliyati. Ya'ni ba'zida men nimadir bilishim mumkin, lekin eslay olmasligim mumkin. Kimdir ismini deylik, qaysidir aktyor tilim uchida aylanyapti deylik, xuddi mana shu narsa bo'ladi. Endi mana shu eslash qobiliyati, aniqroq eslashga qilish harakatingiz miyangizda qanaqa bo'ladi? Siz eslashga harakat qilyapsiz har safar. Eslash uchun energiya ketyapti. O'zingiz bosim ostiga olib, tak nima edi deb eslayapsiz. Energiya ketishini hisobiga miyaga nagruzka bo'ladi. Miya mana bu eslash qobiliyatini kuchaytiradi. Nima yo'l bilan? Eslab qolishingizni mustahkamlash bilan. Ya'ni keyinchalik o'qigan, o'rgangan narsangiz ko'proq esingizda qolishi boshlaydi.